Erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb shuni aytsa kerak. Mashinani reklama qilmayapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda Baxt uyi joylashgan. 5-mikrondamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana yo'l ustida joylashgan. Bu yerda Alfamet ona haykaldi ro'parasida. Mana shu yerdan Alfametning orqasidan 4 qavatli domni ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonali polli g'ishli uyimiz sotuvga chiqyapti. Arzon narxda, oxirida narxini aytaman, narxi juda ham zo'r narxda. 3 xonali uy izlab yurgan tanishlarga bemalol jo'natib qo'ysangiz, bosiyarsa bo'ladigan joydan endi esa ichkarilarni ko'rsam. Podezimizni ko'rishingiz mumkin. Podezimizdan kirishimiz bilan ko'rishingiz mumkin. Bu uyimiz polli va g'ishli uy bo'ladi. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz zal. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. Ancha keng va bez remont roqqan uy bo'ladi. Paka kirib yashasangiz ham bo'ladi. Bu yerda detskiy xona, bu tarafda esa spalni xonamiz bor. Balkon, ikkita balkonli. Ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi balkonimiz. Keyin skvoznoyli uy, shamol aylanishi yaxshi. Sanuzullari ham alohida. Bu tarafda hojatxonamiz, bu tarafda yuvinish xonamiz va aslida oshxonamiz bu yerda joylashgan bo'ladi. Oshxonani bu tarafdagi balkonga chiqarishgan balkonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi qavatdan uy izlab yurgan tanishlik bemalol jo'natib qo'ying. Narxi kelarimiz narxini 398 millionga gaplashib qo'ydik. Salgina sunnat o'tib beradigan joy bor, kelib bosib yoradigan joyi.